23.22 so'mdan kam bo'ladi. Alloh barakasi. Baraka bo'ladi, xudo xolasa. Bitta etib o'raylik. Ha. Qo'shta yerdisi bo'lmasin. 21 million so'mga o'tib beraman. 2 so'mdan kam berishaveradi. Agar ko'ngillari ko'tarsa, 21 millionga ya? 20 million 800 dan olibsa buni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Saroy bozorining qadri baland qadrdonlari, aka-uka, do'st birodarlar, hoji ota, hojilar. Xudo xolasa sizlar uchun obunachilar, mana bunday sifatli arzon buqalarni chiqarishda davom etyapmiz. Albatta kechki syomkalarimizga mana buqalarni bitta tomosha qilinglar, ey. Xudo xolasa tomosha qilib, odamni charchog'i chiqadigan buqalarni syomkasini boshlaganmiz. Xudo xolasa bugungi kunimiz 23-avgust haftaning yakshanba kuni, ya'ni dam olish kunida xudo xolasa mana shunday buqalarni syomkasini boshlaganmiz. Albatta manzilimiz Namangan viloyati So'roqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida, ya'ni o'sha arzonchi, optimchi Ziyodbek akamizni mini morfimasidamiz obunachilar. O'zi mini emas, 15 ta 10 tadan o'tib ketdi, optim joy desa ham bo'laveradi. Qadrli obunachilar, xudo xolasa, qani bo'lmasa bularning ma'lumotlarini Ziyodbek akamiz o'zlaridan bir qator bilib boraylik. Xudo xolasa, inshaalloh kechgacha bu qadar uylaringga kirib borsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Obunachilar, tushunmisizlar? Sog'lan yaxshimi? Xudo xolasa, 10 bosh buqa bor. Duo qilamizda, xudo xolasa bugunga narxlari ham qulay bo'ladi, xudo xolasa. Alloh hammamiz umrimizga baraka bersin, chorvalarimizga ham baraka bersin. Bunaqa yo'g'on boqmalardan, shvedlardan to'lib turish hammamizga nasib qilsin. Xo'p, birinchidan boshlaylik, qarang. Videomiz tezroq YouTube tarmoqlariga chiqsin. Obunachilar barakani qilib olsin. Xudo xolasa. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar, birinchisiga mana bunday timqora, cho'rni panterasidan, bagirasidan so'ragan qadrli obunachilar, xudo xolasa bu videomiz inshaalloh sizlar uchun. Buqani uzunligiga ahamiyat berasizlar. Bo'yni, hop, o'ngirlari hamma tarafi ochiqni aytganda buqamiz kelgan. Hop, og'ilda necha santimetrdan buqalarimiz bor? Hop, bu og'ilda 20 dan, Aha. biri mana shular 35 gacha kelib qolsa kerak. Voy mashallah. Biri 25 plusiga minusiga olishaveradi. Obunachilar, biri 25 plus minus ketaveradi. Endi bo'yiga tortishilmaydi, ochiq mana. Videomda kamerani uzoqlashtirganim sari buqamiz hali sig'may qolyapti-da mana. Orqa boshiga ahamiyat bersalang, buqamiz o'ta ideal holatda. Xo'p, demak, bu birinchi navbatdagi buqamiz bo'ldi obunachilar. Xo'p, ikkinchisiga mana bunday shvetimiz. Voy jonivor, oq oltin, oq oltin. Voy mashallah. Xo'p, bu ikkinchi navbatdagi buqamiz bo'ldi. Ikkinchisi. Nechta qo'yamiz bitta? 5 ta qo'yamiz. Bo'laveradi. Bu hop ikkinchi navbatdagi buqamiz obunachilar. Hop uchinchisiga ahamiyatni berasizlar alohida. Hop, tepa qismi mana yon qismlari mol o'ta qo'pol narsa. Mana o'zini tomosha qildirib ko'rsatyapti obunachilar, ko'ringlar. O'ta qo'pol, o'ta go'zal narsa. Ha, jonivor. Handalaklari chiqib bo'lgan, xudo xolasa yemni paqirlab, to'g'ralab beraveradigan joyga inshaalloh yetib kelgan obunachilar. Oyoq qo'llari ham istagan tuyoq holatda baquvvat. O'ta go'zal. Hop, to'rtinchisiga ham xudo xolasa shved obunachilar, bugun shved kuni ekan. Lekin orqa boshini bitta tomosha qilinglar, mazza qiladigan joyi menimcha. Voy jonivor, ana. Ana buqani turishiga bitta like bosib ketasizlar, ey voy mashallah. Hop, demak bu 4-navbatdagi buqamiz bo'ldi obunachilar. Hop, 5-siga xudo xolasa rossiyskini o'ta go'zal. Orqa boshiga ahamiyat bersalang, orqa boshi sandal. Oyoq qo'llari ham baquvvat. Mana old oyog'iga ahamiyat bersalang, odam bunday qilganda quloch yetmaydigan darajadagi oyoqni baquvvatligi bo'ladi, xudo xolasa. Bu 5 tasi bitta joyga bo'ladi. Narxi keng qo'ldi bering. Bismillahirrohmanirrohim. Olganga sotganga Alloh barakasini bersin. Sensatsiya bo'lsinmi? Sensatsiya maza qilaylik. 5 tasini bir joyga olsin. 24,5, 24 emas. 24 million so'mga kami bo'ladi, xayri bo'ladi. Bunaqa narxlar Saroy bozorida bo'ladi, xudo xolasa. Barakasini bersin. Ya otangizga rahmat. Qadrli obunachilar, 24 million so'mdan 5 ta buqamiz nima deyapti, ey? Like bosgan obunachiga xudo xolasa o'tadigan joyi bor. Voy, mashallah. Aka, men maza qildim, to'g'risi. Yana maza qiling. Sotib biz ham maza qilaylik. 2 so'mdan kam berishadi, 23.800 so'm olasiz. Baraka, ey mazza, voy. Qadrli obunachilar, 23.800 ming so'mdan 5 tasi bitta joyga. Narxi menimcha sensatsiya bo'ldi. Voy 5 ta buqani mana meni aytdi deysiz. 5 ta buqaga telefon qilishadi. Tortishmaydi. Bo'ldi uka. Menga dastavkasi ichida arqon nuqtasi bonus qilib kirgizib ber deyshadi. O'zingiz mashina gaplashishga tayyorlanib turaverasiz. Bo'lmasa undan keyingi navbatdagi buqalarni ko'rsatamiz obunachilar. Hop, bunisi ham shved.
Yondan ko'rinish holati uzun, orqa boshlari pachka holatda mana. Bunisini ham orqasi sandal obunachilar. Stakan tuyoq. Quloqlari ham oq quloq, oq tumush variantidagi. Bu birinchi navbatdagi buqamiz obunachilar. Mana. Ay jonivor. Ikkinchisi go'zali. Ikkitasi bir-biriga paragan obunachilar. Ikkita chiqaraveramizmi? 3 ta qo'yib ketaveramiz. Hop, bo'laveradi. 3 ta ham qo'yib ketaveramiz. Uchinchisi ham bir-biriga paragan obunachilar. Hop, bu uchinchi navbatdagi buqamiz. Hop, demak, buni qo'yug'i suyuqqa bo'yi 1.22-23 atrofida chiqib qolsa kerak. 20 plyusga olsin. Hop, demak 20 plyusga ketaveradi. 3 tasini bitta joyga keng qo'ldi bering. Oldim degan obunachiga. Bir joyga olinsin 23,5 dan kami bor. 23 million 500 so'mdan o'tadigan joyi bor xudo xolasa. O'tib berib qo'ya qoling. Necha yoqadi? Necha yoqadi? Aytaman, men oladigan bo'lsam 100 so'm qo'shmayman, sotadigan bo'lsam ham 100 so'm tushib bermayman. 23,5 ga 200 so'mdan kam bo'ladi. Alloh barakasi. Baraka bo'ladi, xudo xolasa. 23 million 200 ming emas, 300 ming so'mdan telefon qilasizlar, xudo xolasa mana shu 3 ta buqamiz sizlarniki bo'ladi. Qadrli obunachilar, albatta niyat qilgan obunachilar bittadan like bosib ketasizlar. Biz bo'lmasa undan keyingi navbatdagi buqani ko'rsatamiz. Tarig'il ko'ringlar. Yedishisi o'ta xo'r ekan. Qonnini ko'ringlar, qonni haqiqatan chiqyapti. Endi bitta narsa, yemasa ichmasa bir tiyinga qilmaydi. Yaltiramaydi. Qonni xonadan chiqtaman deyapti. Ay mashallah. Orqa boshlari ham xudo xolasa o'ta go'zal holatda. Navbatdagi shvetimizga bitta ahamiyat berasizlar. Suyagi buzuq, xudo xolasa. Bo'ylari ham baland. Kalla tumshuqlari ham o'ta go'zal holatda. Yonboshdan ko'rinish holatlari mana. Orqa boshlari ham menimcha o'ta go'zal. Ikkitasini bitta joyga narxini keng qo'ldi bering. Bitta etib qo'yaylik. Ha. Qo'shta yerdisi bo'lmasin. 21 million so'mga o'tib beraman. 2 so'mdan kam berishaveradi. Agar ko'ngillari ko'tarsa, 21 millionga ya? 20 million 800 dan olsa buni o'g'illar. Babaraka, 20 million 800 ming so'mdan obunachilar. Voy, haqiqatdanmi? Olissin, kami ham bo'ladi, xayri ham bo'ladi. Voy mashallah. Qadrli obunachilar, xudo xolasa 20 million 800 ming so'mdan menimcha odamni bosh qotadigan joyga yetib keldi. Keng bo'lmasa 10 tasini ham narxini aytingchi, maza qilaylikchi. 10 tasini bir joyga olishadigan bo'ladigan bo'lsa, 23 million so'm o'tib beraman 200 so'mdan. 22 million 800 ming so'mdan. 22 million 800 so'mdan buni bu qiladi, qayda beradi. Ba'zi kichkinalar ham o'shanga. Bitta gap gapiraman, 22 million 800 dan telefon qilishadi, Samarqandga javob ortirib berasiz mana. Xursandmisiz? Unda olisizman deb qolmasin unda. Toshkentgacha javob ortirib berasiz. Xursandmisiz yo'qga? Kelishilgan holatda keng qo'ldi bering. Toshkentgacha Alloh barakasini. Barakasini bersin. Qadrli obunachilar, xudo xolasa akamizning labzlarini oldik mana. Samarqandgacha dedik, ochig'ini aytganda holi xizmat topilmasin, yo'q. Dunyo qolmasin, os bo'lsin, barakali bo'lsin. Qadrli obunachilar, xudo xolasa ozda baraka. 10 tasi bitta joyga 22 million 800 ming so'mdan Toshkentlik akalar, ukalar bemalol telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa mana shu qo'larimiz sizlardagi bo'ladi. Xo'p, undan keyingisiga xudo xolasa tashqarida ikkita o'ta go'zal, o'ta o'sha narxi bilan tortishadigan ikkita buqamiz bor. Bularning ham narxi darin bo'ladi. Mana To'qol variantidan. To'qol variantidan kamiga. Voy mashallah. Yeb ichib turibdi shu holatda ham. Ay jonivor. Hop, undan keyingisi ham shved. Xuddi shuni sherigi, bo'ylari ham hamma tarafi bir xil, lekin ozgina shoxi bor. Nechivo deydi. Hop, ikkitasini bitta joyga keng narxini aytamizmi? Qani? Ikkalasini bir joyga olinsin. 21,5 million so'mdan berishadi. Xayri mana uylarga kirib boradi, xudo xolasa. Barakasini bersin. Obunachilar, xudo xolasa 21 million 500 ming so'mdan ketdi. Telefon qilib, xudo xolasa bularning to'liq ma'lumotlarini pastdagi raqamlardan bilib olishlari mumkin. Bo'lmasa biz shu yerda video syomkamizga yakun yasaymiz. Hop, kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling qadrli obunachilar.